أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Ular xoli qilganda Alloh subhanahu va taolo cheklagan, Alloh harom qilgan narsalar, bu amallar bilan, bu ishlar bilan xoli qilgan vaqtida qanday qilgan? Allohning bekitgan chegaralarini dassigan, buningdan eshib ketgan, eshib ketdi, buni yanchiydi, bu chegaradan tajovuz qilib o'tdi degan. Çünkü Allah subhanahu wa ta'ala her qandaq bir amelni ixlos tepilmasa o amelde, yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın rızalығы közlenmese ve o amel doğru bulmasa, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şeriatı, sünnetiga muvafık kelgan şekilde bulmasa, hiçbir amel Allah subhanahu wa ta'ala'nın dergahida qabul qilinmaydi. Bu mavzularning ichidagi eng muhim mavzu qaysi? Aqida mavzularının içindeki Allah subhanahu wa ta'alaga iman etiş, onunla işiniş mavzusu. İnna Allah la yaqbalu min qawmin şeri'atahum illa iza sahhat aqidatuhum. Allah subhanahu wa ta'ala bir kavimden o kavimning hiçbir amelini qabul qilmaydi, faqat bir şart bilan. Agar ularning aqidasi sog'lom bo'lsa, aqidasi to'g'ri bo'lsa, undan qabul qiladi. Fadlu ma'rifatillah ala ma'rifati khalqihi kafadlillahi ala khalqihi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala'nı tunuş, bilişning fazileti, Allah'ını tunuş ve biliş bilen Allah'ның mahlukatlarını bilişning o'ttirsidagi farq, fazilat xuddi Allah bilan mahlukatlar o'ttirsidagi farqdek cho'ng farq bor. Ve iza aradta dunya fa'alayka bil ilm. Ve iza aradta al-akhirata fa'alayka bil ilm. Ve iza aradtahuma ma'an fa'alayka bil ilm. Agar dunyoni iroda qilsang, agar dunyoni xohlasang, sen ilmni lozim tutqin. Ilmni lozim tutishing kerak. Ilmga yuzlanishing kerak. Agar oxiratni iroda qilsang, yanada ilmni lozim tutqin dedi. Yanada ilmni. Agar her ikkilisini iroda qilsang, yanada ilmni lozim tutqin. Sana ilm kerak dedi. Sana ilm kerak. Sahabeler shunchalik oz edi. Aşıncılık az turib sahabeler, bu sahabelarninki bütün bayrakları dünyanın dört tarafının hammasiga yetib beraqliq. Nima uchun? Çünkü ular Allah'ni haqiqiy tuniyaliqlik, haqiqiy biliklik Allah subhanahu taala. Haqiqiy biliklik. Ama biz fakat Allah'ın buyruq çekilmelerini biliş bilenle küfayelenip bizni şu Rabbimizin yol yürüklerini icra kılışqa bizni haydakçılık kıldığan, bizge bir güç kuvvet bulduğan, bizge türtkü bulduğan şu emelini icra kılışqa türtkü bulduğan Rabbimizni hakiki ravishda bizden talep kılgan şekilde tuniyanmağanlığımız için qanaqan. Bugünkü bütkül İslam dünyasının ahvali ziminde izbasar emas, ziminde güçlük emas, aciz o'rinda, boshqalarga bo'zaq xotirjam emas, bo'zaq qilinan nurg'un shaklda musibatlarni tortib o'tamiz. Allah subhanahu va taolaning va'dasi mu'minlarga va'da qilib, u va'dasini amalga oshirmay qilishi, butkul koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi, Allah'ning bir va'dasini mu'minlarga qilgan bir va'dasini amalga oshirmay qilishidan bakrak koinotning zavol bo'lib, vayron bo'lib ketishi Allohga yenikroq tuyuldi qarindoshim. Shuning uchun tortyapmiz. Shuning uchun bu farq o'ttirimizdagi farq shu. Ilgirki sahobalar bilan bizning o'ttirimizdagi farq bu qarindoshlar.
qalbidan muhabbat urg'ib turgan holatda, qalbi yoyirgan holatda ixtiyorlik bilan qilingan ibodat u insonni dunyo va oxiratda baxt saodatga, mangulik baxt saodatga elib boradigan ibodat bo'ladi. Chunki biz har bir ismni o'rgangan vaqtimizda uningdan elindigan, mu'mindan nima talab qildiganligidan iborat bir narsani o'rganamiz. Nima talab qildi? Biz qanday e'tiqodga ega bo'lishimiz kerak? Chunki Robbimizni bu mavzu bakmi cho'ng mavzu qarindoshlarim. Ya'ni biz olamlarning Robbi haqida to'xtalmoqchi bundan ekan. Olamlarning Robbi haqida. Robbimiz haqida to'xtalmoqchi. Har bir ism bundan keyin davomlashganda mushu ismlardagi eng inchki nuqtagacha qaysi shaklda iymon etishimiz kerak. Har bir ism bizdan bir amal talab qildi. Yodda elib olishni talab qilmaydi. Tushunib qo'yishni talab qilmaydi. Balki mujohadan talab qiladi. Haqiqiy amaliy ash har bir anglagan hamon icra qilmasak o ismga amal qilmagan, o ismni tushunmagan bo'lamiz. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men inson bilan jinni menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Ya asma'il husna ya khaliqana ghufrana nas'aluka wa antal asma